Assalomu alaykum. Ey yosh o'lkadoshlar, qavmingizni nomini tilga olgan har bir kishi sizning haqiqiy vakilingiz, arbobingiz, ustodingiz va qolaversa boshlig'ingiz, ya'ni rahbaringiz emas va bo'lolmaydi. Qavm bayrog'ini qo'liga tutgan va ko'targan har bir kishi kimsa sizning izzat, obro', iffat, huquqingizni himoya qilolmaydi va qilmaydi. Siz yosh navqiron yigitlarni urush, o'lim sari undayotgan shaxs o'z farzandlarini dunyoning eng tinch shaharlarida saqlayotgan bo'lishi mumkin va qilib kelayotdilar va asrab kelayotdilar o'g'illarini, qizlarini. Ey yosh oydin, o'qimishli o'g'ilu va go'zal qizlar, har qanday siyosiy oqimga qo'shilishdan oldin bir zum o'zlaringiz bilan o'ylab, fikr qilib, o'zlaringizga o'zlaringiz so'roq berib so'ranglar. Shu rahbarlarning, vakillarning va boshqa arboblarning o'g'il qizlari qayerda yashaydi? Ularning mol mulki qayerdan kelgan? Ularning o'tmishi haqida qanday mustaqil hujjatlar mavjud? Nima uchun tanqidni, masalan, to'g'risiga bir so'z gapirsangiz qavmga dushmanlik deb biladi? Nega har safar g'ariblarning farzandlari o'lishi kerak? Nega shahid qurbon bo'lganlarning, yatim qolganlarning farzandlariga gapirish huquqi berilmaydi va gapirishi mumkin emas? Nega qalamkash shoirlar, xonandalar, qo'shiqchilar faqat rahbarlar jasoratini ko'ylaydi-yu, xalq dardidan so'zlamaydi? Haqiqiy rahbar xalqni bilim, mehnat, birlashuv, ittifoq, hamjihatlik va adolatga chaqiradi. Soxta rahbarlar esa odamlarni nifrat, qo'rquv, nifoq, buzg'unchilik afsonalariga yordamda o'lim maydoniga yuboradi. Ularni hamisha fikrini o'zini o'z tomoniga, bu rahbarman deganlar, boshliqman deganlar, vakillar va arboblar sizlarni hamisha nifoq maydoniga tashlab, nifoq bilan fikrlaringizni buzib, o'z qarmoqiga olib, o'lim maydoniga yuboradilar. Bilib olinglar.